Qayerdan kelyapsizlar? Ha? Qoyilman lekin balki. Qoyilman. Joriy yilning 24-avgust kuni ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sababchi bo'lgan Cobalt rusumli 75S 259 UA davlat raqam belgilangan avtotransport vositasi hamda haydagan haydovchini jarima maydonchasiga olib kelib, hozir profilaktik tushuntirishlarni olib bordik. Aka iltimos qilgandi. Transport vositani haydab qurbani olib borib berishnikan. Keyin olib borib berish maqsadida 2-3 metr haydadik. Keyin yana uzib tashlab o'z akani o'zi olib ketdi. To'xtatdingiz jarayonni. To'xtatdim. Zudlik bilan. Tushunib yetdingizmi mana shu holat, demak insonni hayoti uchun xavf tug'dirishi. Mana yukxonada siz bo'lgansiz-a? Men edim. Yukxonadagi haydovchi keskin tormoz berganingizda turba kelib transport vositasiga urilishi va og'ir turdagi tan jarohati yetkazishini mumkinligini tushunib yetdingizmi? Tushunib yetdim. Boshqargan vaqtingizda boshqarish imkoniyati bormi? Manevr qilish, burilish, qayrilish imkoniyati mavjudmi? Demak, yo'l harakati qoidalarining 162-bandida ko'rsatib o'tilgan yuk tashish qoidalari, to'g'rimi? To'g'ri. Demak, yuk tashish qoidalari transport vositasining gabaritidan 0,5 metrdan oshmasligi, haydovchining boshqarishi uchun qulay bo'lishi, tepa qismida, tom qismida balandligi 1 metrdan oshmasligi mustahkamlangan bo'lishi kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Demak, yo'l harakati qoidalarining 159-bandida odam tashish qoidalari belgilab o'tilgan. Avtotransport kabinasidan, salondan tashqarida o'sha fuqarolarning o'tirishi qat'iyan taqiqlanadi, mumkin emas, to'g'rimi? Demak, o'sha bizning maqsadimiz sizga ma'muriy ta'sir choralarini ko'rish yoki boshqa holat emas, ushbu huquqbuzarliklarning qayta sodir etmasligini oldini olish, jamoat tartibini saqlash. Tushunarlimi? Tushunarli. Nima degan bo'lardingiz keyingi haydovchilarimizga? Bu xatoni boshqa takrorlamaslik so'ragan bo'lardim. Boshqa qo'shimchangiz yo'qmi? Yo'q. Sizga nisbatan tuzilgan ma'muriy bayonnomadan e'tirozingiz bormi, hurmatli? E'tirozim yo'q.